Assalomu alaykum hammaga. Men Muslimbek Boymurodov, yuz jig' jarrohi implantologman. Bugungi darsimiz juda ham qiziqarli va ko'pchilikka manfaatli bo'ladi degan umiddamiz, chunki kundalik hayotimizda stomatologlar, implantologlar va yuz jigʼ jarrohlari qo'llaydigan medikamentlar bu mahalliy anestetiklar hisoblanadi. Xuddi biz mahalliy anestetiksiz qo'l oyoqsiz deb bo'lib qolamiz. Demak, bu narsani biz ich-ichigacha tushunib olishimiz kerak. Hattoki mana shu shifokorlarga, talabalardan tashqari bemorlarga ham mana shu leksiya foydali bo'ladi degan umiddamiz. Qani boshladik. Demak, mahalliy anestetik degani nima degani? Biz местный anestetik deb rus tili terminologiyasida ishlatamiz. Bu nerv signallarini o'tkazishni, ya'ni vaqtincha bloklab turadi. Va qanaqa bloklanishini ham men hozir tushuntirib beraman. Asosan nimalar bloklanadi degan qismga keladigan bo'lsa, eng muhim qism bu og'riq, taktil, harorat va vegetativ sezuvchanlikni yo'qotadi va ongni lekin saqlab turadi. Bu aynan narkozdan farqli o'laroq. Demak, tarixga keladigan bo'lsa, местный anestetiklar 1884-yilda kokain kashf etilgan. Lekin kokainni bilamiz, undan tashqari yomon taraflari ham ko'p, ya'ni u угнетение дыхания yoki aynan ishemiya, yurakda chaqirish xususiyati va eng yomon tarafi esa insonda привыкание, ya'niki tolerantность chaqirib qo'yish ehtimoli katta. O'sha bemorlar o'sha narsaga o'rganib qolish ehtimolligi katta. Demak, keyingisi bu prokain. Uni targoviy nazvaniyada biz novokain deb ishlatamiz, sintez qilinadi. Bu efirlarga kiradi. Holi efirni amidlarni ham tushuntirib o'tiramiz. Keyin 1940-yilda lidokain paydo bo'ladi. Lidokain gidroxloridi va bu amidlar guruhiga kiradi. Undan keyingi esa bizlarda hozirgi kunda amidlarimiz juda ham zo'r, eng ko'p ishlatiladigani artikain va nima uchun lidokain ham ishlatilmayapti, artikain ishlatilayotganini ham tushuntirib o'taman. Hozirgi demak anestetiklarimizda eng zo'ri bu amid guruhiga preparatlarda keng qo'llaniladi. O'shandan artikain hisoblanadi. Demak, artikain deb yozamiz. Mana artikain. Xo'p, endi tasnifiga keladigan bo'lsak, tasnifi kimyoviy tuzilishiga ko'ra asosan ikkiga bo'linadi. Bu murakkab efirlarga va aynan amidlarga bo'linadi. Bo'linishda o'zi qanday holatda bizda bo'linadi degan joyini mana bu yerda tushuntira qolaman. Demak, kimik strukturasiga qaraydigan bo'lsa, mahalliy anestetiklarimiz aromat gruppasiga va uni oraliq va amino gruppaga ega bo'ladi. Agar aromatический части qiladigan bo'lsa, bizda bu lipofil hisoblanadi. Lipofillik bizga nima beradi desa, lipofillik bizlarda mana bu membranadan o'tish xususiyatini beradi. Qaysi? Bu fosfolipidlardan iborat bo'ladi. Fosfolipidlar, ya'niki lipid qismdan iborat bo'ladi. Demak, mana bu qism esa lipofillikni belgilab beradi. Keyingisi mana bu oraliq qism bizda aytib o'tganimizdek ikki qismga bo'lintiradi. Bu murakkab efirga va amidlar guruhiga bo'lintiradi. Amidlar guruhiga bo'lintiradi. O'rta qismni va keyingisi amino gruppa esa bu gidrofil qism hisoblanadi. Ya'ni suvni yaxshi ko'ruvchi va umumiy holatda yog'ni yaxshi ko'ruvchi, yog'dan yaxshi o'tuvchi degan ma'noda tushunsak bo'ladi. Demak, efirlarga nima kiradi? Boya aytib o'tganimizda prokain, biz novokain deb ishlatamiz. Buni tetrakain yoki dikain deb ishlatamiz va benzakain. Hozirgi kunda efirlarda juda ham kam ishlatilinadi. Amidlardan esa o'sha yaqin o'tmishda ishlatilgan lidokain va hozirgi holatda artikain, o'sha superkain, har xil targoviy nazvaniyalarda chiqadigan, demak, nomi artikain asosiy tarkibiy qismi. Mipivakain ko'pchilik o'ylaydi, homilador ayollarga qilinish kerak deb, chunki buni o'zini vazokonstriktori yo'q, ya'niki epinefrin qo'shilmaydi, adrenalin qo'shilmaydi, o'zi vazokonstriktor qilish xususiyatiga ega. Lekin degan joyi bor. Hozirgi kunda o'sha artikainni nima uchun yaxshiroq ekanligini ham tushuntirib beraman. Bupivakain, ropivakain va trimikain degan qismlardan iborat bo'ladi. Xo'p, biz aytishimiz mumkin, murakkab efir bilan amidni bilib oldik. Bizga nima beradi bu kimyoviy tuzilish degan narsani aytib o'tadigan bo'lsak, murakkab efirlarni kimyodan eslaydigan bo'lsak, mana bunaqa tuzilishga ega bo'ladi. Har qanaqa modda gidrolizga uchraydi, ya'niki suvda bu mana bu H RSO
H va kislota va bunda esa ROH, ya'niki spirtlarni hosil qiladi. Va mana bu qism esa bizlarda vazodilatatsiya, ya'ni qon tomirlarini kengaytirish xususiyatiga ega. O'sha qon tomirlarini kengaytirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun bizlarda anestetiklarimizni nima qo'shishni o'ylab topganmiz desa, vazokonstriktorlar, adrenalin qo'shamiz ko'pchilik holatda. Demak, mana bu spirt, aynan etil spirtimi, metil spirtimi, bular spirtlar asosan strukturaviy jihatdan qon tomirlarini kengaytirish xususiyatiga ega. Endi bu murakkab efirlarni ko'rdik. Murakkab efirlar nima uchun qo'llanilmayapti degan savolga esa bularda aynan hosil bo'ladigan moddasiga e'tibor beradigan bo'lsak, CCOH va NH2 moddasi hosil bo'ladi. Buni biz paraamino benzoin kislota deymiz. Mana bu yerda benzol halqasi bor edi. Mana bu yerda OH va NH2 mana bu yerda gruppasida bo'ladi va bu mana buni qarama-qarshisida SOOH deb oladigan bo'lsak, paraamino benzoin kislota dedi. Juda ham allergik modda hisoblanadi. Demak, paraamino benzoin kislota allergik reaksiyani chaqirish xususiyatiga ega. Amidlarda esa qanaqa bo'ladi desa, bu mana buni aytib ketib, plazminniy esterazalar orqali parchalanadi. Ya'ni bizda fermentimiz bor, plazmada, qonda, ya'niki plazma bor. Qonimiz hamma joyda bor. Demak, bu jigarga borib o'tirishi shart emas. Tushunlaringizmi? Demak, plazminniy esterazalar orqali bizda plazmadagi, qondagi ferment orqali parchalanar ekan. Endi amidlarga keladigan bo'lsa, amidlarni parchalanishi, bu yerda amidlar parchalanib metabolitlar hosil qiladi va pochkadan, ya'ni buyrakdan chiqib ketadi. Endi bunga esa jigarda P450 degan sitoxrom fermenti kerak. Endi bu esa jigarga borish kerak ekan. Demak, biz o'ylab qaraydigan bo'lsak, mana bu qism ham lipofil, aromatik qismdan iborat bo'ladi, murakkab efir. Bu ham murakkab efir, amidlarimiz ham aromatik qismdan iborat bo'ladi. Faqatgina bunda aynan lipofilnis undan tashqari esa, men aytib o'tganimdek, qonda esterazalarning hisobiga parchalanib ketganligi uchun birdaniga ta'sir qiladi. Amidlarimiz esa sekinroq ta'sir qilishi mumkin. Uni tezlashtirib beradigan vositalar qo'shiladi. U vositalarni ham tushuntirib o'taman. Lekin demak, buni длительностьga qaraydigan bo'lsak, vaqt jihatdan ayni ko'proq amidlar, lekin tez ta'sir qilmaydi. Bu esa efirlar esa tez ta'sir qiladi va tez parchalanib ketadi. Chunki qonda esteraza fermentlarimiz juda ham ko'p hisoblanadi. Endi bizda qanaqa holatda bloklanadi o'zi og'riq degan joyida bizda asosan qanaqa voloknalarimiz bor, ya'ni nerv tolalarini bilib olishimiz kerak. Asosiy 3 ta nerv tolalari bo'ladi. Bizda C, B va A tolalaridan iborat bo'ladi. C tolamiz mana bunaqa ingichka bo'ladi va miyelin qobiqdan iborat bo'lmaydi. Endi o'ylab ko'ramiz, bu og'riqqa javob beradi. Endi miyelin qobiq yo'q, bitta varoqni tasavvur eting. O'shandan suv tommaydigan bo'lsa, undan o'tish, ya'ni pronicaymiz, o'tuvchanlik xususiyati qanaqa bo'ladi desa, yaxshi. Ya'niki 10 ta tomchidan bitta tomchi o'tishi mumkin. To'g'rimi? Demak, bu yerdan natriyni bloklash uchun местный anestetikimiz, mahalliy anestetikimiz bemalol o'tar ekan. Mahalliy anestetikimizdan suv deb tasavvur etadigan bo'lsak, 10 ta tomchidan bitta tomchi o'tish xususiyatiga ega. Bu C demak, voloknalarimiz nimalarga javob beradi? Og'riqqa javob berar ekan. Tushunlaringizmi? Keyingisi B bu vegetativ xususiyatga javob beradi. O'sha yerdan ham asoratlarni tushunib olsalaringiz bo'ladi. Ya'niki vegetativ degani ta'mga javob berishi mumkin. O'sha har xil sezit оболочкада ta'm sezamiz biz. Misol uchun vegetativnida mana buni 10 ta varoq deb oladigan bo'lsak, qog'ozingizda undan 100 tadan bitta tomchi o'tish xususiyatiga ega. Bu yerda mana bu B voloknamiz bo'ladigan bo'lsa, mana buni nisbatan yashilda chizaman. E'tibor bergan bo'lsangiz, miyelin qobig'i bor, lekin juda ham yupqa hisoblanadi. 10 ta oq varoq deb tushunib berayapman. O'shaning uchun 100 tadan bitta местный anestetikimizga o'tishi mumkin. Bu ta'mga javob berar ekan. O'shaning uchun gohida bemorlarda bilib qolishimiz mumkin. O'sha menda qanaqadir metal ta'm kelib qoldi og'zimdan degan ukoldan keyin o'shanaqa patsientlar aytib qolishi ham mumkin. Endi bunda ham miyelin qobig'i bor ekan, faqat yupqa ekan. Endi keyingisi eng muhim qism esa bizda A
A voloknalarimiz hisoblanadi. Demak, A voloknalarimizda bunda alfa, beta, gamma va delta voloknalarimiz bor, ya'niki tolalarimiz bor. Bu deltada asosiy bizada bloklaydigan bu C voloknalarimizda mahalliy anestetiklar bloklaydi, B voloknalarimizda ya'niki tolalarimizda va A deltani bloklashga harakat qiladi. A deltada bunda temperatura bilan og'riq xususiyatiga ega. Bu yerda faqatgina tupaya bo'l, ya'niki o'sha simillovchi og'riq bo'lib turadi. Keyingisi gamma, beta, alfalarni ham yuqori dozirovkada bo'ladigan bo'lsa, ayni bloklash xususiyatiga ega. Bular, ya'ni gammada bo'ladigan bo'lsa, proprioretseptorlar, ya'niki har xil sezuvchanlik, o'sha terida taktilni bo'ladigan bo'lsa, o'sha bosganimizda bosimni, udaleniya qilgan vaqtimizda, ya'niki tishda olayotgan vaqtimizda biz aytamiz bemorlarga og'riq sezmayapsizmi deymiz. Ular aytishi mumkin qanaqadir sezuvchanlikda. U sezuvchanlik bo'lmaydi. Aslida biz aytamiz siz bosimni sezasiz deb. Chunki bosimga nisbatan ta'sir qilmaydi. Biz aytib o'tdik, C, B va A deltani faqatgina bloklaydi deb. Keyinchalik eng oxirida esa dvigatelni, motorikani bloklashi mumkin. Hattoki осложненияларда bilishimiz kerak bo'lgan narsa eng oxirgi осложнениялаrimizda, ya'ni bemorlarda tili o'zgarib, tushunarsiz, ya'ni bemor sizga tushunarsiz tilda gapirishni boshlaydi. Doktor qanaqadir siz tushunmay qolasiz, o'sha yerda o'ylashingiz kerak, ya'niki motorika ham, til motorikasi ham o'zgaryapti degan ma'noda осложнениялар. Men aytib o'tdim, A ni qolganlarini bloklash xususiyatiga ega, faqatgina uning dozirovkasi ko'p va oxirida namoyon bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p, endi qanaqa o'zi bloklanadi degan qismga keladigan bo'lsak, bloklanishi mahalliy anestetik ikkita holatda bo'ladi. Bu mahalliy anestetik ionlanmagan B deb olamiz va ionlangan BH deb olamiz. Umuman olganda bizda lipofillik degan narsa bor. Lipofillik degani ya'niki yog'ni yaxshi ko'rish xususiyati deb oson tushunib qo'yinglar. Ya'ni qancha yog'ni yaxshi ko'radigan bo'lsa, men bu fosfolipidlardan iborat deb aytdim. Demak, shuncha sizuvchanlik, o'tish xususiyati yaxshi bo'ladi. Demak, bu yerda lipofillik qancha yuqori bo'lsa, dori preparatlarda bizada kuchi qancha bo'ladi desa, kuchi shunchalik kuchli bo'ladi. Tushunlaringizmi? Keyingi ikkinchi ko'pchilik tushunmaydigan va qiyin tushadigan narsa bu pH ko'rsatkichi va P, mana bu yerda rangini o'zgartiraylik. pH ko'rsatkichi va pKa, ya'ni Показать Constant Association assotsiatsiyasi, ya'ni bu yerda konstanta dissotsiatsiya dedi. Konstanta dissotsiatsiyasini biz bilib olishimiz kerak. Misol uchun, mana bu yerda ionlangan moddalarni biz ionlanmaganga nisbatan ko'ramiz. Endi qaranglar, biz bilamizki, mahraj qancha katta bo'ladigan bo'lsa, bu kichkina chiqadi. Mana bu narsa shu yerda birdaniga davom ettirib ketay gapimni. Qancha mana bu modda ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizda o'tuvchanlik shuncha yaxshi bo'ladi. Mana buni o'tkazadi. Ionlangan holatda o'tkazmaydi. Ionlangan holatdagi, ya'niki mahalliy anestetikimiz bu yerdan o'tmaydi. O'shaning uchun X qilib qo'yganmiz, misol uchun. Endi qaranglar. Mana bu yerda ionlanmagan holatda mes anestetikimiz o'tdi. Endi nima bo'ladi? Bizda natriy kanallarimiz bor. Potensial, harakat potensialini yuzaga keltiradigan natriy kanallarimiz bor. Uni ichkaridan mana bu ionlanganga o'tib, mana bu yerdagi kanalimizni bloklaydi. Endi bu yerda esa o'tuvchanlik nima bo'ladi? Nerv impulsi bloklanadi. Tushunlaringizmi? Bizda demak mana bu ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha ta'siri ko'p bo'ladi va tez bo'lar ekan. Tushunlaringizmi? Agar bu bo'ladigan bo'lsa, bizda ta'siri shuncha kam bo'ladi. Demak, mana shundan kelib chiqsa bo'ladi, pKa'imiz misol uchun kam bo'ladigan bo'lsa, mana bu ko'rsatkich ko'p bo'ladi, to'g'rimi? B ko'rsatkichimiz ko'p bo'ladi. Mana bu holatda mes anestetikimiz tez ta'sir qiladi.
Endi mana bu ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizda pH ko'rsatkichimiz past bo'ladigan bo'lsa, eslab qolinglar, bunda местный anestetikimizda pH+ ko'p bo'ladi. O'zi o'ylab ko'rapsizlar, ya'niki kislotali muhitda vodorod ionlari ko'p bo'ladi. O'shanaqa deb eslab qolsalaringiz bo'ladi. Bu esa bundan o'tolmaydi. Bu ichkariga har doim dissotsiatsiya bilan assotsiatsiya birgalikda yurish kerak. Mana bunga parchalanib, keyin ichkaridan bizda bloklanardi. Demak, bu holatda pH ko'payib ketadigan bo'lsa, atsidozda, o'shaning uchun yallig'langan protsessda, yallig'lanishda nima uchun местный anestetikimizdan ko'p qilamiz, 2 ta ampula qilamiz, 3 ta ampula qilamiz, lekin bemor sezuvchanligi yo'qotmaydi desak, ya'ni yallig'lanishda pH tushadi. pH tushganligi hisobiga pH, demak, местный anestetik ionlangan holatdagisi ko'payib ketadi. Va ko'payganligi hisobiga esa bizda mahalliy anestetikimiz ta'sir qilmaydi. Ikkinchisi esa o'sha joyda, yallig'langan joyda har doim shishish bo'ladi. Shishish esa bizda to'qimalarda tarqalishni qiyin kechtiradi. Sekin, ya'ni oqadi. Qon o'sha yerdan sekin oqadi, ya'niki u yerda to'qimalarda mexanik aynan qisilish hisobiga siz yana местный anestetik qiladigan bo'lsa, u yerda yana shishti hisobiga mahalliy anestetikimiz umuman ta'sir qilmay qoladi. Demak, bu yerda aytib o'tdik, ya'ni natriy kanallarining bloklanishi, nima qilinishi, voloknalarni aytib o'tdik. Endi keyingi prosessimizda esa xo'p, efirlarga aytib o'tdik, nimalar kirishligi, amidlarga nimaga kirishligi. Endi xususiyati metabolizmlanadi, kamroq allergiya beradi va barqarorroq. Kamroq allergiya berganligi uchun o'sha местный anestetiklarimizni amidini ko'p ishlatyapmiz hozir deb aytib o'tdik. Tez gidrolizga uchraydi. Boya aytib o'tganim gidroliz reaksiyasini ham yozdim. Allergik reaksiya chaqirishi mumkin. Sababi para-aminobenzoin kislota hosil bo'lish xususiyatiga ega. Hattoki reaksiyasini ham yozib, moddani formulasini ham yozib o'tdik. Para-aminobenzoin kislota degan moddani hisobiga allergiya berish xususiyati yuqori. Ta'sir muddatiga ko'ra qisqa, o'rtacha va uzoq muddatga bo'linadi. Bu yerda bilib olinglar, ta'sir kuchi lidokainga nisbatan olingan. Bular bir deb olinadi. O'shanga ko'ra, ya'niki sekin yoki kuchli yoki qisqa ta'sir yoki uzoq ta'sirga yoki kuchsiz ta'sirga deb bo'lib olsak bo'ladi. Qisqa ta'sirda bu prokain, navakein yoki xlorprokain deb aytsak bo'ladi. Yoki o'rtacha ta'sir 1-3 soatgacha lidokain, mepivacain, artikainni olsak bo'ladi. Endi uzoq ta'sirgacha 3 soatdan 8 soatgacha bupivacain, ropivacain va levobupivacainni olsak bo'ladi. Faqatgina mana buni bupivacain, ropivacainlarda ishlatishda ehtiyot bo'lasizlar va buni ishlatmaslikka men chaqirgan bo'lardim, chunki o'ylab ko'ring, 3 soatdan 8 soatgacha agar u yerda ishemiya bo'lib turadigan bo'lsa, ya'niki qisilib turadigan bo'lsa, qon aylanish mikrosirkulyatsiyasi bo'lmasa, nekroz xavfi oshib ketadi. Bizaga eng zo'r esa o'rtacha xususiyatga ega bo'lganlari ekan. Tushundingmi? Demak, keyingi qismga o'tamiz. Qanaqa ta'sir qilishni aytib o'tdik. Mana bu yerda qaytarib o'taman. Ya'niki qanaqa ketma-ketlikda bo'ladi. Anestetik molekulasi nerv tolasi membranasidan o'tadi, ionlashmagan shaklda hujayra ichida ionlashadi, kationga aylanadi. Boya BH+ ni ko'rsatdim va natriyni bloklaydi. Natriyda mana bu yerda harakat potensiali yuzaga kelmaydi. Mana bu yerda bloklanadi. BH+ ichkaridan bloklanadi. Mana X qo'yib qo'yganmiz. Natriy ionlari kirish bloklanadi, depolarizatsiya yuz bermaydi va impuls o'tkazmaydi. Qaranglar. Mana bu harakat potensiali bizda umumiy holatda mana bunaqa chiziladi. Va bizga o'zi nimaga kerak degan joyini tezda aytib ketaman. Mana bu 70 millivolt. Mana bu millivoltni oladigan bo'lsa, bu millisekundda. Natriy kanallari birinchi to'qimaga, hujayraga kiradi. Natriy. O'zi natriyimizni tashqarida ko'p. Ya'ni tashqarimizni o'shancha plus, ichkarida kaliy ko'p. Demak, bu minus, hujayra ichida minus asosiy qiymat deb olamiz.
natriy tashqarida juda ham ko'p, 155 millimol bo'ladi primерно. O'sha plus deb olamiz. Natriy ichkariga sizib kiradi, juda tez kiradi. Kirgandan keyin bu faza 0 hisoblanadi. Natriy demak kirdi. Oddiy holatda bu harakat potensialini men sizlarga tushuntiryapman va nimaga kerak ekanligini bilib ketasizlar. Bu demak keyin bizda kaliy ionlarimiz chiqadi. Kaliy ionlarimiz chiqishni boshlaydi. Keyin undan keyin mana bu kaliydan keyin kalsiy ionlariga ham ta'siri bor. Natriy kanallarini kalsiy ionlariga ham ta'siri bor. Hattoki qon suyultirish xususiyatini ham men sizlarga hozir birdan tushuntirib ketaman. Demak, kalsiy ionlari kiradi. Undan keyin bizda mana bu yerda kaliy ionlari yana chiqishni boshlaydi. Chiqadi. Mana bu proses depolarizatsiya deb atadi. Ya'niki bizda harakatga yuzaga keldi. Undan keyin yangi harakatga tayyorgarlik bosqichi repolarizatsiya va mana bu yerda giperpolarizatsiya bosqichi deyiladi. Mana bu -90 gacha tushadi. Nima uchun -90 gacha tushadi desa, oddiy bir shpritsni oladigan bo'lsa, uni mana bu teri to'qimasiga tortadigan bo'lsa, uni orqaga tortsak, harakati oldinga tez bo'ladi, vakuum o'ziga tortib oladi. Xuddi shunaqa xususiyatga ega bo'lish uchun, ya'ni harakat potensialini tezda uchirib yuborish uchun bizda pastga bitta tushib olish kerak. Tushunlaringizmi? Samolyot ya'niki o'zini joyidan uchib ketmaydi, ozgincha harakatga keladi, ma'lum bir tezlikdan keyin uchishni boshlaydi. Xuddi shunaqa joy. Mana bu yerda natriy kanallari bo'ladi. Xo'p, endi mana bu yerda proses natriyni bloklaydigan bo'lsa, va mana bu yerda natriyni bloklaydigan bo'lsa, nima jarayon kechadi? Birinchisi bu o'tkazuvchanlikka ta'sir qiladi. O'tkazuvchan. Yurak o'tkazuvchanligi, chunki kardiomiyotsitlardan xuddi shunaqa harakat potensialiga ega. Bu yerda ham natriyni mana bu faza 4 da bloklaydi. Natriyni demak bloklaydi. Bu avtomatizmga javob beradi. Yurak avtomatizmiga javob beradi. Xo'p, endi natriy kaliy qanday balansga keladi desa, natriy kaliy ATF fazasi bor. Mana bu 3 ta natriy, 2 ta kaliy, ya'niki 3 ta natriyni chiqarib yuboradi, 2 ta kaliyni kirgizib yuboradi va balansga keladi. Biz umumiy holatda buni tushunib olishimiz kerak. Buni esa buzganligi va buni buzganligi hisobiga yurakda aritmiya, ya'ni mahalliy anestetiklarda aritmiya xususiyati oshib ketadi. Yana bitta xususiyatni aytib ketaman. Siz adrenalin yuborasiz, ya'niki ichida adrenalin bor. Siz o'ylab, fikrlab adrenalin yuborishim kerak deb o'ylamaysiz, o'zi yuboriladi. Endi qarang, bular bradikardiyani chaqiradi. Yurak sekin uradi. U esa taxikardiyan chaqiradi. Adrenalin. Endi qarang, yurak nima qilishini bilmay qoladi. Taxikardiya qilaymi yo tez uraymi yoki sekin uraymi? Endi nima qilishni boshlaydi? Xohlasa sekin uradi, xohlasa asta uradi. Bu jarayonni biz nima deyirkanmiz? Aritmiya deyirkanmiz. Ya'ni mahalliy anestetiklarimizda xavfli tarafi yurakda aritmiya xususiyatini chaqirib qo'yish demak bor ekan. Tushunlaringizmi? Demak, endi keyingi bosqichga aytadigan bo'lsak, natriy kanallarni mana bu yerda bitta o'chirib, yana bitta chizamiz. Qaranglar. Bu jarayonni tushuntirib ketaman. Bizda trombotsitlar bizda kalsiyni hisobiga yoki ichkarida depo kalsiyimiz bo'ladi, kalsiyimiz hisobiga yoki tashqaridan kalsiyni hisobiga ikkalasi trombotsitlar bir-biriga yopishadi, quchoqlashadi deganda jarayon. Bu trombotsit. Endi bu uchun nima kerak ekan? Kalsiy kerak ekan. Tushunapsizlar? Kalsiy kerak ekan. Bu jarayonni biz fan tilida agregatsiya deymiz. Endi boya men aytdim, kalsiyga ta'siri bor deb. Natriy shunaqa xususiyatga egaki, men bo'lmadimmi, u ham bo'lmasin degan fikrda qiladi. Ya'niki kalsiyni ham tashqaridan kirishni trombotsitga bloklab qo'yadi va ichkaridagi kalsiyni ham chiqishni bloklab qo'yadi. Trombotsit bir-birini ko'radi, tanimaganlikka oladi. Ya'niki siz ko'ryapsiz, do'stingizni tanimaganlikka olganingizdan keyin quchoqlashmaydi, ular nima hosil bo'lmaydi? Agregatsiya yopishmaydi, tromb hosil bo'lmaydi. Demak, mahalliy anestetiklarda yana bitta xususiyati qon suyultirish funksiyasi bor ekan. Ko'pchilik faqatgina og'riq qoldirish uchun qiladi.
aslida qon suyultirish funksiyasiga ham ega ekan. Keyingisi bu yallig'lanishga qarshi ham ta'sir qiladi. Mana shu jarayonni ham tushuntirib ketay. Ya'niki yallig'lanishga qarshi ta'sirida neytrofillarni kamaytiradi. Neytrofillar esa fagositoz bilasizlar, eng ko'p immun hujayralar birinchi neytrofillar kelib, ya'niki hujum qiladi. Demak, neytrofillarni o'sha joyda, mahalliy joyda kamaytirganligi hisobiga yallig'lanish bizni местный anestetik qilganimizda o'sha joyda o'zi aslida, ya'ni riskini kamaytirib yuboradi. Neytrofillar kamayar ekan, undan tashqari interleykin 1.6 ni kamaytiradi va sitokinlarni, ya'ni yallig'lanish mediatorlarini kamaytiradi va shuni hisobiga yallig'lanishga qarshi ta'sir qiladi. Buni biz aytamiz protivvоспалительный effekt deymiz. Protivvоспалительный effekt. Men qo'shimcha holatda aytayapman. Keyingisi uchinchisi neyroprotektiv javob beradi. Neyroprotektiv. Ya'niki neyronlarimizda va nerv hujayralarimizda aslida mahalliy anestetiklar, ya'niki himoya qilib turadi. Qanaqa desa, uni glutamatni kamroq ishlab turish hisobiga. Uni qanaqa bo'ladi desa, qaranglar. Bizda mana bu retseptor, og'riq retseptorlari bo'ladigan bo'lsa, og'riq retseptorlari mana bu birinchi neyron mana shu yerda joylashgan, ikkinchi neyron esa orqa miyada joylashgan. Orqa miyaga signal beradi. Mana bu yerda oraliq вставочный neyronimiz bor. Вставочный neyronda NMD degan retseptorlar bu glutamatni hisobiga va P moddasi bo'ladi. Neyrokin hujayralari deydi. Neyrokin hujayralarini qayerga nerv impulslar talamusga, undan keyin miyaga borib javob oladi. Siz miyangiz bilan og'riqni sezasiz va javob holatda bemor, ya'niki doktor, men og'riyapti, sezyapman degan narsani javob beradi. Endi qaranglar, mana shu yerda mana bu narsani bloklar ekanmiz. Ya'ni glutamat va mana bu neyrokin. Mana bu yerda demak tepaga o'tish bloklanyapti. Bemor og'riqni sezmaydi. Va undan tashqari glutamatni kamaytirganligi uchun bu neyroprotektiv aslida neyronlarimizni himoya qilib turar ekan. Tushunlaringizmi? O'shaning uchun yallig'lanishga qarshi, hattoki men shu yerda qo'shimcha qilib ketaman, lidokayinda parez bo'lgan bemorlarga ham qilinadi. Parez bo'lgan o'sha testiklantirish uchun. Hattoki to'rtinchisi antibiotikdek ta'sir qilish xususiyatiga ega. Antibiotikdek. Tushunasizlarmi? Ya'niki bu yerda bakteriyalarni hujayrasini zaryadlab tashaganligi uchun, ya'ni o'ldiradi. Tushunlaringizmi? Antibiotikda bu sizlarga qo'shimcha ma'lumot sifatida. Bizlarda lekin asosiy, ya'ni stomatologlar, implantologlar, yuz jarrohi qiladigan narsa bu og'riqni kamaytirish uchun qilamiz. Bu esa qo'shimcha effektlari hisoblanadi. Qo'shimcha effektlar. Tushunib olinglar bu narsani. Xo'p, men aytdim, harorat, motor, qanaqa vegetativ tolalari, simpatik og'riq tolalari, A, B, C, harorat tolalari, taktil sezuv, bu narsalarni aytdim. Hattoki осложненияларni ozgincha aytib ketdim. Qaysi nerv blokada qilinadi? Bu nerv blokadalarni, texnikalarini men keyingi darslarda o'taman. O'shaning uchun juda ham chuqur kirib o'tirmaymiz. Keyingi qismi eng qiziqarli, men o'zim yaxshi ko'radigan qism bu qo'shimcha vositalar. Additivlar deyiladi. Addit degani ya'niki qo'shimcha moddalar. Qo'shimcha moddalardan eng ko'p ishlanadigan narsa bu adrenalin. Boya aytdim, ya'ni qon tomir kengaytirib ketib qoladigan bo'lsa, uni ta'siri ham tez tugaydi, ham tez ta'sir qilib ketadi. Bizlarga uzoq muddatda ta'sir qilish kerak. Chunki biz ham misol uchun qanaqadir endodontologiya qiladigan bo'lsa, birdaniga qilib tashlamaymiz, 5 minutda yo 10 minutda. Unga ko'proq vaqt, soatlab vaqtda yoki kattaroq totalniy implantatsiyalarda bizga vaqtimiz ko'proq kerak. Demak, mana shu yerda biz vazokonstriktorlar, ya'ni adrenalin yoki epinefrin deymiz, qo'shishimiz kerak. Uni qanaqa funksiyasi bor? Qaranglar. Demak, konstriksiya qiladi. Konstriksiya degan qisish degan ma'noni anglatadi. Hosil qiladi, qon ketishini kamaytiradi.
qon sekin ketyaptimi? Demak, mana shu yerda mahalliy holatda, depo holatda mahalliy anestetikimiz saqlanib qoladi. Depo holatda saqlanib qolsa, demak uzoq muddat ta'sir qilish uchun yordam beradi. Keyingisi anestetikni so'rilishini sekinlashtiradi. Boya aytib o'tganim, so'rilishi qancha sekin bo'ladigan bo'lsa, shuncha uzoq muddat ta'sir qiladi. Muddatini uzaytiradi. Endi konsentratsiyalariga qaranglar. Konsentratsiyasi biz aytamiz, 1 ga 100 mingmi deymiz. 1 ga 100 minglik eng ko'p ishlatiladigan formasi hisoblanadi. Ko'p ishlatiladi. Agar misol sizga yurak infarktiman deb aytdi yoki EBS, ishemik holatda kelyapti, yuragida muammo bor, aytdim boya yurakda aritmiya chaqirib qo'yish xususiyatiga ham ega. Undan tashqari adrenalin ham ko'p bo'lsa, ya'ni yurakka simpatik nerv sistemada qisadidan kislorodga bo'lgan talabchanlikni oshirib yuboradi. O'sha yerda 1 ga 200 minglik nisbatini qilamiz. Oldinlari birinchi chiqqanda 1 ga 50 minglik ham ishlatilgan. Lekin hozirgi kunda juda ham kam buni, ya'niki o'sha targoviy holatda sotilayotgan joyda kam ko'rishliklaringiz mumkin. Mana bu 1 ga 50 ming. Lekin bilib qo'yinglar, 1 ga 50 ming ham bor. Demak, 1 ga 50 ming holatda, 1 ga 100 ming holatda, 1 ga 200 ming holatda bo'ladi. Keyingisi, biz aytib o'tdim, ya'ni yallig'lanish protsessida pH tushib ketganligi hisobiga mana bu vodorodni ionlangan holatda mesna anestetikimiz bo'lganligi uchun ta'sir qilmay qoladi deb. Endi uni mahalliy anestetikimizdan o'zi karpulada yo ampulada bo'layotgan bo'lsa, uni pHini saqlab turishim kerak. Qanaqa desa, natriy bikarbonat orqali men saqlab turishim kerak. Endi bu 8.4% da, ya'ni hisob-kitob qilingan asosiy sababi pHni oshiradi, og'riqni kamaytiradi va ta'sir tezroq boshlanadi. pH qancha yuqori degani, bu nima degani? Ya'ni mahalliy anestetikimiz zo'r ta'sir qiladi degan. Bu degani ishqoriy muhit hosil qiladi degan. O'zi mahalliy anestetikimiz qanaqa muhit desa, ishqoriy muhit. Faqat kuchsiz ishqoriy muhitni hosil qiladi. Shunlardan, demak pHni oshiradi va tezroq ta'sir qilishni oshiradi. Agar biz pHimizni nima qilsak, pasaytirib yuborsak, men aytib o'tganimda, mana bu ionlangan holatga o'tib qoladi, mahalliy anestetikingiz ta'sir qilmaydi. Qilasiz, ta'sir qilmaydi. Va mana bu hozirgi kunda yechimi topilgan. Keyingisi konservantlar deyiladi. Konservantlar bu metil paraben yoki natriy sulfid preparatlar saqlanadi. Bu allergiya chaqirishi mumkin va konservantlar asosan hozirgi kunda qo'llanilmayapti, ya'ni qo'shilmayapti. Bu laboratoriyada ham birinchi navbatda chaqiradigan narsasi allergiya. Endi savol bo'ladi, nima uchun qo'shilgan unda Muslimbek deb aytishingiz mumkin. Bular ya'ni antibakterial ta'sir qilish uchun. Ya'ni va muddati jihatdan anestetikingizni 1 yil emas, 2 yil muddat jihatdan saqlanib turish uchun yoki 2 yil emas, 3 yil saqlanib turish uchun va ko'p davomida, misol og'zini ochib qo'yasiz, ko'pchilik stomatologlar og'zini ochib qo'yadi, o'sha yerda qo'yib qo'yadi. Unga infeksiya tushish holati bor. Infeksiyani kim o'ldiradi? Infeksiya u yerda ko'payadi, koloniya bo'ladi. Uni tortasiz, boshqa bemorga qilasiz. Ampulasi ochiq. U narsalarni esa laborantlar o'ylab qo'ygan, ya'niki konservantlar qo'shish orqali. Mana bular, ya'niki o'sha infeksiyalarni o'ldirib berish, mikroorganizmlarni o'ldirib berish uchun qo'shilgan hisoblanadi. Menimcha tushunarli bo'lyapti hammasi. Endi qaranglar. Mana bu yerda asosiy preparatlarning xususiyati va ta'sir qilishi va men bemor bo'ladigan bo'lsam, menga nechta ampulni siz yuborishingiz mumkin? Xayolan jihatdan hisob-kitob qilib topamiz hozir. Eng muhimi artikainda. Xo'p, demak preparatlari bu prokain, navacain, bu efir deb aytib o'tdik, kam ishlatiladi. Ya'ni adrenalin bilan 100 ming nisbatda, lidokain yoki ksilokain targoviy nazvaniyasi amid holatda, bu ham 2% ishlatiladi, 100 mingdan 200 ming. Artikain, ultrakain, superkain sifatida ishlatamiz. Ko'pchilik aytadi, bizga artikain bering, artikain zo'r deydi. Superkain o'zi tarkibi artikain. Shuning uchun muhimi siz bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu действующее вещество, ya'ni ta'sir qiluvchi moddasini biling. U ultrakain. Men chiqaradigan bo'lsam, Muslimbek deb chiqaraman misol uchun artikainni. Kimdir misol uchun
tosh pula chiqaradigan bo'lsa, tosh pula chiqarishi mumkin. Lekin siz o'qib ko'rganingizda tarkibi artikain bo'lsa, bo'ldi olsangiz bo'ladi. Endi bu 4% li bo'ladi, 100 mingga yoki 200 mingga va eski holatda 50 mingga ham nisbati bor deb aytib o'tdik. Endi keyingisi Mipivakain. Hozir bu jarayonni ham tushuntirib ketaman. Oldin homiladorlarga ishlatilish kerak degan jarayon. Hozir artikain homiladorga Mipivakaindan ko'ra nisbatan yaxshiroq. Ta'siri ham, effektivligi ham nima uchunligini ham tushuntirib beraman. Bupivacain, boya aytdim, Ropivacain eng ko'p ta'sir qiladigan. Faqatgina buni ehtiyot bo'lib qo'llaylar, chunki men aytdim, 3 soatdan 8 soatgacha ta'sir mexanizmi. 3 soatdan 8 soatgacha qon kelmaydigan bo'lsa, men nima dedim? Nekroz ehtimolligini oshirib yuboradi. Implant qo'ydingiz yoki bir narsa qildingiz, misol uchun o'sha operatsiyada qon kelmasa, oziq modda kelmaydi, kislorod kelmaydi. O'sha to'qimi shuncha qilgan mehnati bir pul bo'ladi, ya'niki nekrozlanadi o'sha. Demak, bu ham amit hisoblanadi. Endi 0.5% li, 2% li, 0.5%. Xo'p, endi boshlanish vaqtiga keladigan bo'lsa, 5-10 minut Novocain, faqatgina boshlanish vaqti aslida Novocainni tez ta'sir qiladi. Sekundlargacha desak bo'ladi. Bu yerda aynan minutni o'ylamaylik. Men chunki efirlarda aytdim, qanaqa tez ta'sir qilishligi. Chunki isterazlar orqali tez parchalanadi va tez ta'sir qiladi. Keyingisi Lidocain 1-3 minut, keyingisi Articain 1-2 minut. Bu demak Mipivakain 2-5 minutda ta'sir qiladi, Bupivacain 5-10 minutda, chunki aytdim, ham sekin ta'sir qiladi, ham uzoq ta'sir qiladi. Ropivacain ham xuddi shunaqa. Endi qaranglar, mana shu joyda men kerakli paytida aytib ketay, Articain nima hammasini sindirib tashadi. Ham Lidocainni ham, Procainni ham, Bupivacain, Mipivakainni ham sindirib tashadi degan joyini men tushuntirib ketaman. Men aytib o'tdim, boya bizda benzol halqasi bo'ladi. Benzol halqasi esa para-aminobenzoinning halqa, ya'ni benzol halqasi lipofil hisoblanadi. Любой joyga kirib ketadi. Plansittar baryer deysizmi yoki gematoencefalik baryer deysizmi, любой joyga kirib ketadi. Bunda esa Articainda ximik strukturasida men просто sizlarga yozib ketaman. Tiafen plus uglerod bilan bog'langan va amid hisoblanadi. Bu esa mana bu xususiyati boshqalardan farq qilganligi uchun Articainni bizni ya'niki qo'llashimiz bu yog'iga Articain oshsa oshadi, ya'niki qo'llanishi, lekin kamaydi. Bularda esa nima halqa bor ekan? Benzol halqasi bor ekan. Tushunlaringizmi? Benzol halqasi membranaga tez kirib ketadi, lekin o'shaning tarkibida allergiya xususiyati ham tez bo'lib ketadi. Misol uchun tez kirishib ketasiz, lekin tez urishib qolish ehtimolligingiz ham bo'ladi. Kimdir sekin do'stlashadi, lekin uzoq bo'ladi. Tez kirishadiganlar tez urishadi. O'shaqa nima hayotiy misolda aytib ketdim. Xo'p, maksimal ta'siri bu yerlarni o'qib olasizlar. Xo'p, endi qo'llanishi jihatdan infiltratsiya, yuzaki anesteziya ko'pincha qarama-qarshi ko'rsatmalarda Novocainni o'ylab qo'ysalaringiz bo'ladi, почти qo'llanilmayapti. Nima maxsus xususiyatlari bor? Allergiya ehtimoli yuqori. Mana bu para-aminobenzoinli kislota halqasi bo'lganligi uchun ko'proq toksik xususiyatga ega aslida. Lidocain infiltratsiya va o'tkazuvchan va yuzakiga eng ko'p ishlatiladi. Oldin ko'p ishlatilardi, hozir emas. Universal holatda agar Articain qolmasa yoki davlat ishxonalarida Lidocain har doim tortmachada bo'ladi 2%li, ya'niki Articain qolmaydigan bo'lsa ishlatamiz. Ko'p asoratsiz Articain bu eng zo'ri, любой narsaga qilsangiz bo'ladi. Qalin suyakda ham yaxshi diffuziya bo'ladi, infiltratsiya, provodnikovoy, ya'ni o'tkazuvchi yuqori, pastgacha farqi yo'q. Isteraza bilan gidrolizlanadi. Isteraza bilan boya aytdim. Ya'niki efirlarda isteraza bilan, bularda jigarda, amitlarda jigargacha borish kerak. Articainda yana bitta plus tarafi, uni jigarga borib o'tirishdi, men jigarga borishim kerak degan narsani qilib o'tirmaydi. Ya'niki o'sha yerda o'zida isterazalar orqali parchalanib ketadi, shuning uchun tez ta'sir qiladi va uzoq muddat ta'sir qiladi. Keyin demak, buni Mipivakain vazodilatatsiya kam, vazokonstriksiya xususiyatiga ega. Kelinglar, mana shu joyda aytib ketaman, allergiya kam uchraydi. Endi o'zi Mipivakain agar birinchi trimestrda, misol uchun homilador ayol kishi keldi, birinchi trimestrda o'zi 14 haftagacha bizni ya'niki
ko'proq qochiramiz, to'g'rimi? Homilador ayollarni tishini udaleniya qilmaymiz, endodontija qilmaymiz deb. Lekin og'riq bo'lyapti. Og'riq bu pokazaniya, misol uchun olmaslik kerak degan joyi hech qayerda yozilmagan. Endi shu joyda men artikain ishlatishim kerakmi yoki mipivakain ishlatish kerakmi? Mipivakainda, ya'ni ilmiy tadqiqotlarga qaraganda, olib borganda bolaga toksik ta'siri ko'proq bo'lgan ekan. Ya'niki har xil patologiyalar bemorda o'sha bolachada va onada kelib chiqishi mipivakainda, ya'ni ko'proq bo'lgan. Bizning xayolimizda qolib ketgan o'sha eski darsliklarda mipivakain adrenalini yo'q, asorat kamroq bo'ladi. Artikainda 4% ligini qo'llasangiz bo'ladi. Endi artikainda nima qo'rqinchli tarafi? Adrenalin. Adrenalin qo'shimchasi. Endi siz o'sha 200 minglikka nisbatan ishlatsangiz nima bo'ladi? Adrenalin o'zi, misol uchun homilador ayol kishi keldi, yuragini o'ynatib yoradi, mayli o'ynatib yordi. Endi bu tarafda bachadonda nima qiladi? Bachadonda yo'ldoshga yopishib turgan bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda qisadi. Endi bola yopishib turibdi. Xuddi misol uchun turnikka tortinib turibsiz, o'ylaysiz, turnikka tortinib turibsiz, do'stingizmi ustingizga chiqib, yanchib qoldi. Tushib qolish ehtimoliyati qanaqa bo'ladi? O'shaning uchun hattoki abort xususiyati yuqori deb oldingilar tarkibda adrenalin bor, bola tushib qolishi mumkin, bolaga kislorod yetishmay qolishi mumkin, boshqa degan fikrlarni qilgan. Aslida unaqa emas. Ozgincha bola xuddi nimadir bo'ldimi, xuddi svet uchdimi degan narsada bo'lishi mumkin. Endi sizlarga kulguliroq momentda aytdim, lekin eslab qolinglar. Artikainda, mipivakainda, hattoki mana shu birinchi trimestrda homilador ayol kishi kelib qoldimi, o'shani kamroq foydalaning. Qanaqa holi qo'llanish uslubida qanaqa qo'llash kerak, men holi aytib o'taman. Uni 4% ligini mipivakaindan ustunroq ekan. Xo'p, ropivakain, bupivakainni men umuman tavsiya bermayman. Nekrozlanish xususiyatiga ega deb aytdim. Kardiotoksikligi past deb aytib qo'ygan narsa, chunki uzoq muddat ta'sir qiladi. Albatta kardiotoksikligi kam bo'ladi. Bunda ham kardiotoksikligi, lekin bizga nekroz chaqirib kardiotoksikligi bizga nimaga kerak? Endi bizi misol uchun men 60 kilogramm bo'ladigan bo'lsa, menga nisbiy artikain necha ampulla qilish kerak? Men stomatologga borsam, nechta ampullagacha qilishingiz mumkin degan narsani men shifokorman, albattaki fikrlab, o'ylab topishim kerak. Agar men shifokor bo'lsam, patsient nisbiy indeks massasidan men topa olishim kerak. Qanday topaman? Qaranglar. Artikain 7 milligram kilogramga ekan. Endi bizi 1 milligram deb oladigan bo'lsa, 1 millilitr deb olsak, ya'ni 1 millilitr deb oladigan bo'lsa, mana bu. Bizda ampulamizni yoki o'sha karpulaga ishlatadigan pistoletimizga qo'yiladigan 1.7 millilitr. 1.7 millilitr. Xo'p, endi qaranglar. Bu 1 millilitr bo'ladigan bo'lsa, bu 10 milligram ichida действующий веществоsi bor degan. Действующий веществоsi bor degan. Endi bizda necha foizli? 4%, to'g'rimi? 4%. 4%. Endi qaranglar. Bu degani 1 millilitrimizni 10 milligram bo'lyapti. Ya'niki bizda 4%dan, ya'ni bu 40 milligram bo'ladi. 40 milligram bo'ladi. Ya'ni sizlarga yanada osonroq tushuntirish uchun 1 millilitrni biz yana milligramga oladigan bo'lsa, 1000 deb oladigan bo'lsa, bu 100% deb olsak, 4% 40 bo'ladi. Misol uchun 40 deb oladigan bo'lsalar. Endi bizda 1 millilitrimizni 40 milligram ekan. Bizda necha? 1.7 milligram. Millilitr. Ya'niki 1.7 millilitrda bitta ampullada hisoblaymiz. Necha chiqyapti? 68 milligram ekan. 68 milligram bizda ta'sir qiluvchi moddasi bor. Endi men aytibman, mana bu yerda artikainda 7 milligram kilogram. Men necha kiloman dedim? 60 kiloman dedim. 60 kiloga. Endi meni 1 kilomga necha 7 milligram ta'sir qilish kerak ekan. 7 milligram. Demak, menga 60 kiloga qancha действующий веществоsi bo'lish kerak ekan? 420 milligram bo'lish kerak ekan. 420 milligram. Meni bitta ampulam, yuborayotgan ampulamda qancha действующий вещество hisobladik? 68. Demak, 420 bo'lsa yoki bo'lib qo'ysalaringiz bo'ladi. 68 bitta ampulada menga 420 gacha maksimal doza ekan.
420 ni 68 ga bo'lsak, endi buni bo'lsalaringiz bo'ladi. 7 ga bo'lsalaringiz 6 millilitr deylik. Endi men taxriban nechidir chiqadi nisbiy 6 millilitr. Siz 2 millilitrdan deb olsangiz ham maksimum 3 ta ampula qilishingiz mumkin ekan. Men misol uchun boray degan bo'lsam, 4 ta qilmoqchi. Og'riq qolmayapti, qilaman deyapti. Men aytaman, bo'ldi, meni tana massamga 3 ta ampula eng yuqori qilishingiz mumkin, doktor. To'xtating degan joyini mana shunday hisoblab topsalaringiz bo'ladi. Tushunlaringizmi? Artikain eng ko'p ishlatilganligi uchun Artikainni tushuntirdim. Xo'p. Topib olsalaringiz bo'lar ekan. Keyingisi qo'llanish usullari, buni aytib o'tdim, keyingi darsda o'tamiz deb. Qo'shimcha yana boshqa ta'siri, demak antibakterial ta'sir. Men qanaqa ta'sirni ham aytib o'tdim. Ko'pchilik antibiotikdek ta'sir qiladi deb aytsa, birdan qotib qoladi. Bakteriyani o'sishini susaytiradi va o'ldirib beradi. Qon tomirini toraytiradi, adrenalin bo'lganligi uchun antigemorragik holatda protivospolitelniy, ya'niki yallig'lanishga qarshi, buni ham tushuntirdim nimaga ekanligini, og'riq mediatorlarini kamaytirishi, antiagregant qon suyultirib beradi deb aytdim. Nima ekanligini ham buni tushuntirib berdim va neuroprotektiv ta'sirini ham tushuntirib berdim sizlarga. Xo'p, nojo'ya ta'sirlari. Endi eng muhim joyiga keldik. Nojo'ya ta'sirlardan nima qilinadi? Bizda nojo'ya ta'sirida o'sha joyda o'zida nojo'ya ta'siri nima? Mahalliy reaksiyalar va sistemik, umumiy qanaqa toksik reaksiyalar beradi. Agar nojo'ya ta'siri o'sha joyda, inyeksiya joyida og'riq yoki qizarish, shishish holati bo'lishi mumkin yoki gematoma holati bo'lishi mumkin. Ya'niki siz operatsiya qilishingiz kerak, u narsalar bor yoki allergik reaksiyalar bo'lishi mumkin. O'sha anafilaksiya holati yuzaga kelib qolishi mumkin yoki qichishish, o'sha achchiq kvinki holatlari yoki to'qima nekrozi temir ichiga tushsa deb aytgan. Bu narsadan qo'rqmaylar. Ya'niki metgemoglobinemia degan holati bo'ladi. Metgemoglobinemia asosan temir +2 ni temir +3 ga o'tkazib qo'yganligi uchun kislorodni tasholmay qoladi. Ya'ni gemoglobinimiz bor, kislorodni tasholmay qoladi. Bu artikainda emas, ko'proq prokainda, ya'niki navokainda xususiyati bo'ladi. O'shaning uchun bu umumiy olinib ketgan, o'sha artikain shunaqa qilinar ekan deb vahimaga ham tushib qolish kerak emas. Keyingisi sistematik ta'sir, nerv tizimi, tinchsizlik, xavotir. Ya'ni o'zi qaranglar, bizda nisbatan kamaytirish kerak. Lekin bu yerda bitta ko'paytirib yuboradi, ya'niki nervni natriy kanallarini boshqa joyda ko'paytirib yuboradi. Bu yerda bloklayapti, lekin boshqa joyda ko'payapti. Ya'niki siz misol uchun suvni shlangni majburan qisib tursangiz, mana bu yerdan chiqib qayerdandir sizib otib yuboradi, to'g'rimi? Bu yoqdanmi, bu yoqdanmi xuddi shunaqa holatda, bu yerda mahalliy holatda qo'yapsiz, lekin bu yerda возбужденный bo'lyapti. Ya'ni bemor tirishaveradi yoki tipirchilab qolaveradi. O'shanaqa bo'ladi yoki bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ilashadi yoki quloq shangillashi bo'lishi mumkin. Tirishish, koma holatiga aytib o'tdim eng oxirida. Va mana shu yerda aytib ketay, mana bu daraja yuqoriga borgan sari bo'lgandan keyin oxirida, ya'ni uzunchoq miyaga aytadi, misol uchun siz lampochkangiz pirpirab sizni o'qitgani qo'ymayapti. Siz aytasiz oxiri svetni o'chiray deysiz. Xuddi shunaqa holatda uzunchoq miyaga borib, продолговатый mozg deymiz bizda, nafas markazi bor bu yerda va yurak markazi bor. Oxirida nafas to'xtab qolishi mumkin va yurak urishidan to'xtab qolishi mumkin. Mahalliy qo'rqib qolmang, bu eng oxirgi asoratlardan. Undan oldingi birinchi holatda mahalliy, ya'ni reaksiyalar bo'ladi bemorda. Yurak qon tomir tizimida taxikardiya, bradikardiya, men aytdim, bittasi bradikardiya chaqiradi, bittasi taxikardiya. O'zingiz o'ylaysiz, bittasi ishla deydi, bittasi ishlama deydi. Nima qilishingizni bilmaysiz. Bu yurak xohlasa bunday ishlaydi, xohlasa bunday ishlaydi. Bu jarayonda aritmiya yuzaga keladi. Men tushuntirdim buni ham. Aritmiya chaqiradi. O'shaning uchun mahalliy anestetiklarda aritmiya chaqiruvchi deb aytadi. Aritmiya chaqiradi. Lekin bitta narsani aytib ketay. Lidokain o'zi 1B antiaritmetik gruppaga ham kiradi. Antiaritmetik. U antiaritmiyada o'zi
aytib berishim kerak. Lidokain, ya'niki natriy kanallarini bloklaganligi uchun va xususiyati bitta B gruppaga kirganligi uchun antiaritmetik ta'sir qiladi. Qon bosimini pasayishi va ko'tarilishi, ya'niki adrenalin bor, undan tashqari biz aytdim bu qon tomirlarini kengaytirish xususiyatiga, ya'niki pulsni yo'qotib qo'yish yoki aynan addisi ko'tarilib ketishi ham mumkin. O'sha yerda jarayonda aytib ketaman, sahrni bemorlarga ehtiyot bo'ling va arterial davleniyasi bor bemorlarga ehtiyot bo'ling. Ya'niki qon bosimi yuqori bo'lgan bemorlarga qiladigan bo'lsangiz, o'zi qon bosimi yuqori, yana qiladigan bo'lsangiz yoki insult chaqirib qo'yishingiz mumkin yoki infarkt chaqirib qo'yishingiz mumkin. Sahrni bemorlarga o'zi ovqatlanib kelgan. Biz aytamiz, 2 soatgacha ovqatlandingizmi, ovqatlanmadingizmi, obed qildingizmi, qilmadingizmi deb aytdi. U sahrni so'ramaymiz ham misol uchun. Sahri o'zi baland, ovqatda uglevodga to'yib olgan, glyukozasi baland. Biz tappa tarkibida adrenalin bor qilamiz, u yana glyukozani ko'tarib beradi. Chunki katexol aminlarga kiradi va glyukozani ko'paytirib beradi. O'sha hisobiga bizda sahr yana patologga chiqib ketishi mumkin. Giperglikemiya holatiga va giperglikemik komaga ham tushirib qo'yish mumkin. Men bu yerda qo'shimcha holatda aytdim. Aritmiyani chaqirishini aytdim, nimaga? Yurak to'xtashi. Oxirida aytib o'tdim, yurak to'xtab qolishi mumkin deb. Keyingisi preparatlarda har bittasiga ta'siri, ya'niki artikainni men aytib o'tib ketaman, qolganini o'qib olsalaringiz bo'ladi. Qolganini men tushuntirib o'tdim har bittasi. Artikain kam uchraydi, lekin ba'zi bemorlarda allergiya, paresteziya chaqirishi mumkin. Paresteziya o'sha yerda sezuvchanlik nisbatan pasayadi, lekin tiklanib ketadi. Bundan ham qo'rqmaslik kerak. Artikainda kam nisbiy pobochkalari, ya'niki nojo'ya ta'sirlar. Profilaktika uchun siz bemordan hozirgidek anamni sahringiz bormi, yo'qmi degan narsalarni aytishingiz kerak. Minimal effekt doza qo'llang. Bo'ldi 60 kilogramli odamga 6 millilitrgacha qilishim mumkin ekan deb 3 ta ampul yuborsam bo'lar ekan deb paqillatib yuborish shart emas. Uni fikrlab qilish kerak. Aspiratsion proba qilish kerak. Aspiratsion proba nimaga kerak? Agar qon tomiriga tushib qoladigan bo'lsangiz, mgnovenniy, momental ta'sir qiladi. O'shaning uchun aspiratsiya qilib ko'rish kerak. Qon tomiriga tushish xavfi qarshi preparat sekin yuboring, sekin yuborish kerak. Birdaniga yuboradigan bo'lsangiz, ham sizni obolochkan holi men qanaqa ta'sir imенно yuborish kerak, nima qilish kerakliklarini men aytaman. Birdan yuboradigan bo'lsangiz, o'sha yerda tez yuboradigan bo'lsangiz, mana bu yerda ya'niki bosimni oshirib yuboradi. Undan tashqari men bu vazokonstriktorlar birdaniga bo'lganligi hisobiga keyinchalik bu yerda nekrozlanish xususiyatini oshirib yuboradi. O'shaning uchun kamroqdan har joyga infiltratsionniy anesteziya qilinadi. Keyingisi preparatni sekin yuboring aytdik. Adrenalin dozasini saqlang va o'ylab matematik holatda qanaqa hisoblash kerak, nima qilish kerakligini aytdim. Bemorni monitor qiling, ya'ni qanaqa holatda reanimatsion vositalarda tayyor bo'lib tursin. Ya'ni qanaqa yordam berish kerakligini birinchi yordamda tushuntirib o'tamiz. Demak, bugungi mavzumiz mana shu narsalardan iborat edi. Mahalliy anestetiklarda yana nimani tushunmagan bo'lsangiz, mexanizmda yoki qaysi mavzularni juzjaq sohasidagi tushunmayotgan bo'lsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiringizlar. O'sha narsalarni biz chiqarishga harakat qilamiz. Menimcha ko'pchilikka manfaatli bo'lyapti darslarimiz deb o'ylaymiz. Albattaki bularni layklar bilan bizani qo'llab-quvvatlab yoki do'stlaringizga ulashib aynan qo'llab-quvvatlab tursalaringiz bo'ladi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.